Sizdan chiqon hidi kelyapti. Skrining tekshiruviga analizlarni olishdi, 15 kunda chiqar ekan. Ertaga ertalab tez pediatrga olib chiqib ko'rsating, xo'pmi? Voy, Xudoyim. Oyijon, skrining javoblari chiqibdi. Yaxshi bo'pti. Nima ekan? Bolaga fenilketonuriya degan tashxis qo'yilishdi, oyijon. Nima ekan u fenilketonuriyasi? Genetik va metabolik pediatr neuropatologlar shug'ullanadigan kasallik, oyijon. Ozgina og'irroq kasallik ekan. Voy sho'rim. Bo'pti, oyijon, biz shu olib borib keldik. Umid akam bilan o'sha doktorlarga o'tib kelaylik hammasidan. Mayli. Bo'pti, oyijon. Boringlar. Shunisi ham bormikin, xudo. Oyijon, bolamda yomon tashxis ekan. Tinchlikmi, nima ekan? Bu davolamasa keyinchalik aqliy zaiflikka olib kelar ekan. Tutqanoqlik, sochlari ham oqarib ketishi mumkin ekan. Bobojon, modda almashinuvining buzilishi irsiy kasallik ekan. Buni vaqtida davolamasak o'ziga yarasha ovqatlari bor ekan. Har xil dori-darmonlari, xullas, juda katta pul kerak ekan, oyijon. Irsiy kasallik deysizmi? Demak sizdan o'tgan. Menga bir tuzatib nevarani ham qoyillatib tug'ib bera olmadingiz. Oyijon, bu nima deganingiz? Axir men ham xuddi sizdagi farzandimni kutganman-ku. Bunda meni aybim yo'q-ku, bu Allohdan-ku. Agar o'zingizni qizingizdan boshqa farzand dunyoga keltirganda nima qilardingiz? Allohdan dirmadingiz yoki qudalaringiz ayblamadingiz? Menda ham ayb yo'q-ku, oyijon. Nimaga faqat ayol kishi, nimaga faqat kelinlar aybdor bo'lishi kerak? Axir men ham siz bilan birdek farzandim uchun qayg'urmanku. Shunaqa og'ir kunda tushunib, qo'llab-quvvatlasangiz bo'lardi-ku, oyijon. Bola hammaniki, oilaniki, pushti kamaringizdan bo'lgan nevarangiz-ku axir. Shundoq turib turing, men o'tib olay. Tinchlikmi, oyijon? Oyijon, axir Kelin, meni kechiring charos. Holmes degan bandamizda endi. Bilib-bilmay hamma narsa deb qo'yamiz. To'g'ri aytdingiz. Bu bola hammamizniki. Allohdan hammasi. Meni tillalarim. voy oyijon, Men endi sochiqqa uradim. Anaqa nima qiling endi amaliyot. Qarang, gapimni eshiting. Buni sotasiz. Hammasini Umidjon bilan borib. Bu yerda eski tillalar, qadimiy eski tillalar anchaga ketadi. Nimasi gram og'ir bularni. Keyin mahalla Umidjon kelsin, mashinasini sotadi. Mashina topiladi. Tuzatamiz, xudo xolasa, qizim. rahmat oyijon. Boringizga shukr. Mayli, salam. O'tib ketadi. Hali tuzalib ketar ekan oyijon, hammasi yaxshi ketadi. Voy, tuzalsa, vaqtida qaratib o'sha etganlarini qilsak tuzalib ketadi. Bo'ldi, tuzalsin iloyim. Voy, sochim rosa to'kilyapti-ya. Qoshlarim ham, kipriklarim. Onalar shu ekanda, farzandim uchun deb bola dunyoga keltirar ekanmiz. O'zimizni hamma sochimiz, kipriklarimiz to'kilib ketar ekan.